Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistondan chiqqan asari atiqalarni Xitoyga bog'lamoqda. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Sharq Turkistondan qezib chiqqan tarixiy meroslarni, asari atiqa buyumlarini Xitoy madaniyatiga majburiy bog'lab tashviq qilib kelmoqda. Yaqinda Bo'rtala oblasti Arshang nahiyasi yendiki xarabiylikdan milodiyadan burunqi 2800-2600 yillarga tava bir bronza pichoq payqalgan bo'lib, Xitoy bularni hech qanday asossizla Xitoy madaniyatiga majburiy bog'lagan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi to'rining 17 yanvar e'lon qilgan xabarida bildirilishicha, milodiyadan burunqi 2800-2600 yillarga tava bronza davri qabristonligi bayqalgan bo'lib, qabristonlik qurilishi Oltoy tog'lari bilan Tangri tog'larining g'arbiy rayonlarida tarqalgan. Bu yerdagi yodikorlik necha 10 kvadrat kilometr keladigan bronza davriga tava cho'ng mahalla hisoblanadi ekan. Yodikorlikning yadroliq rayoni taxminan 12 kvadrat kilometr bo'lib, markaziy shahar o'rni, markaziy qabristonlik va atrofdagi kuzatuvchi punktlari qatorliq qadimgi yodikorliklardan tarkib topgan. Xitoy axborot vositalarining xabarida 2023-yildan 2024-yilgacha Xitoy Ijtimoiy fanlar akademiyasi arxeologiya tadqiqot instituti bilan atalmish Xinjiang madaniyat yodikorliklari arxeologiya tadqiqot institutining hamkorlashib, atalmish Xinjiangning dastlabki madaniyat tadqiqoti degan tarmoq temada izlanganligi bildirilgan. Xabarda bu yodikorliklar ichida Qo'shtoq xarabiyligidan tepilgan bronza pichoq bor bo'lib, Xitoy taratqullari buning Xitoydagi eng qadimki bronza asboblaridan biri ekanligini, shuningdek Yevropa, Osiyo yayloqlaridagi eng dastlabki bronza buyumlaridan biri ekanligini da'vo qilgan. Ular yana bu joydan tepilgan sopol yog'och bronza buyumlarini Xitoy tuzlanligi bilan g'arbiy rayonning madaniyat aloqasining isboti ekanligini da'vo qilgan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ijro qilishda Uyg'urlarning tarixi va madaniyatini burmalash va o'zgartirishga kuchab kelayotgan bo'lib, yaqinda erishgan atalmish arxeologiyalik tekshirish natijalarini dalil isbot sifatida alohida tashviq qilmoqda. Xitoyning ilgirki xabarlarida 2021-yili Xitoyning 4 arxeologiya atritining Sharq Turkistonning har qaysi joylarida arxeologiyalik tekshirishda bo'lganligi, bu planga asosan arxeologiyalik tekshirish turidan 17 ni yo'l qo'yib 80 ming kvadrat metr yerni chorlab tekshirganligi, turli madaniyat yodikorligidan necha mingni qezib chiqqanligi qayd qilingan edi. Atalmish tadqiqotchilar va tashviqot organlarimi Xitoyning siyosatiga mos holda yolg'on tarix, yolg'on isbot o'ydirib chiqmoqda. Filippin askarlari Amerikaning boshqarilgan bomba sistemasi texnikasini o'rganmoqchi. Filippin askarlarining Amerikaning Tayfun nomli boshqarilgan bomba sistemasi texnikasi bo'yicha tarbiyalanganligi bildirildi. Janubiy Xitoy sahargasining xabar qilishicha, Filippin askarlari kelar oydagi yakki taraflik harbiy manevrda Amerika armiyasining o'tir masofalik boshqarilgan bomba sistemasi bo'libmi Tayfun boshqarilgan bomba sistemasi texnikasi bo'yicha tarbiyalandi ekan. Bu qatimliq tarbiyalanish Amerika armiyasi bilan texnik cho'ng ko'lamlik birlashma manevr o'tkazishning oldingi tayyorligi ekan. O'tgan yili 4-oydan boshlab Tayfun sistemasi Filippinga o'rinlashtirilgan bo'lib, Xitoyni qattiq bearam qilgan edi. Bildirilishicha, bu boshqarilgan bomba sistemasi Xitoy va Rossiya nishonlariga zarba bera oladigan Jangpaltisi nomli chorlug'uchi boshqarilgan bomba va 200 kilometrdan yiroq nishonlarga zarba bera oladigan SM-6 boshqarilgan bombani o'z ichiga oladi ekan. Plan bo'yicha taxminan 20 askardan tashkil topgan bir guruhga Amerika armiyasining Tinch okean qismlari bilan birga tarbiyalandi ekan. Tarbiyalash bu sistemaning iqtidoriga markazlashidi ekan, ammo rost o'q-dori ishlatilmaydi ekan. Filippin harbiy zamonaviylashtirish tirishchanligining bir qismi sifatida bu boshqarilgan bombalarni qo'lga keltirishga qiziqadiganligini ta'kidlagan. Navbatda bu yillik mo'rini mo'riga tirash nomli harbiy manevrga tayyorlik qilinayotgan bo'lib, bu manevr Amerika bilan Filippin o'rtasidagi bexatarlik munosabatini kuchaytirish orqali Xitoyning tahdidlariga taqobil turishni maqsad qiladi ekan. Amerika ikki tarafning o'rtaq mudofaa shartnomasi bo'yicha Filippinga bo'lgan va'dasini qayta ta'kidlagan. Trump maktablardagi Hamas qo'llovchilarini qo'g'lab chiqaradiganligini bildirdi.
Amerika prezidenti Donald Trump Amerika universitetlaridagi Hamasga hissashlik qilgan chet ellik o'quvchilarni chegaradan qo'g'lab chiqaradiganligi haqida va'da bergan. Trump Falastinliklarni qo'llab kuch ko'rsatish faoliyatlariga qatnashgan chet ellik o'quvchilarni qo'g'lash maqsadida chiqarilgan ijroiya buyrug'iga imzo qo'ygan bo'lib, buningdagi maqsadning Yahudi dushmanligi harakatlariga zarba berish ekanligi bildirilgan. Bu buyruq federativ hukumatga qonunsiz parakandichilik selish bilan ayblanganlarni qonuniy yo'l bilan sotlash va chegaradan qo'g'lab chiqarish huquqi beradigan. Xabarda bildirilishicha, Trumpning buyrug'i tanqidga uchragan bo'lib, fikr erkinligi va musulmonlar huquqini qo'g'dash tashkilotlari bu buyruqning fikr erkinligiga tahdid soladiganligini va tinch namoyishlarni adil bo'lmagan tariqada nishonlaydiganligini bildirishgan. Ular bu buyruqning o'xshamagan ko'z qarashlarni ifodalagan o'quvchilarni adolatsiz yo'sinda jazolashga sabab bo'ladiganligini ta'kidlagan va shundaqla bu buyruqning universitet maydonlarida Isroiliyaga qaratilgan qonunliq namoyish tanqidlarni bostirishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Ahmad Shar'iy Suriyaning muvaqqat prezidenti bo'ldi. Suriyadagi yangi vaqtliq hukumatning rahbari Ahmad Shar'iy siyosiy musobaqa o'tish mazgilidagi muvaqqat prezident deb e'lon qilindi. Qora dengiz gazetining 30 yanvar xabar qilishicha, Suriya yangi hukumatining rahbari Ahmad Shar'iy, tashqi ishlar ministri Asad Hasan Shaybani va davlatdagi harbiy qism vakillarining ishtirok qilishi bilan g'alaba yig'ini ochilgan. Ahmad Shar'iy yig'inda so'z qilib, Allohning yordami bilan kishanni o'zib, zulmga uchraganlarni ozod qildik va poytaxt Damashq ustidagi xorliq to'zonlarni tozaladik. Suriya quyoshi qayta parladi degan. Va Suriyaning navbatdagi asosliq nishonining hokimiyatdagi bo'shliqlarni to'ldirish, ichki tinchlikni qo'g'dash, davlat organlarini qurish, iqtisodiy taraqqiyotning asosiy qurilmasini shakllantirish va Suriyaning xalqaro va rayonlik obro'yini qaytadan tiklash ekanligini bildirgan. Suriya tashqi ishlar ministri Shaybani o'zlarining Suriya xalqining umidlarini aks ettiradigan bir kimlik o'tirg'i chiqarishga, xalqning talablarini qondiradigan bir Suriya kimligi barpo qilishga muvaffaq bo'lganliklarini e'lon qilgan. Shaybani so'zida yana Suriya tashqi siyosatining asosliq nishonining o'zaro hamkorlik, hurmat va strategik sheriklik asosida shakllangan rayonlik va xalqaro yaxshi muhit yaratishga to'kib qo'shish ekanligini ta'kidlagan. Harbiy harakat boshqarmasining bayonotchisi Hasan Abdulg'ani Ahmad Shar'iyning muvaqqat prezident bo'lganligi, uning xalqaro so'rinlarda davlatga vakillik qiladiganligi haqida bayonot e'lon qilgan. Abdulg'ani bayonotida yana 2012-yildagi ilgirki asosiy qonunning butunlay amaldan qoldirilganligini, navbatda og'dirilgan Bashar Asad tuzumiga tava armiya bexatarlik bo'limlari va parlamentning tarqitib etilganligini ta'kidlagan. U bayonotida Asad rejimi og'dirilgan 8 dekabr kunining Suriyaning davlat bayrami qilib bekitilganligini, Ba'as partiyasi va uningga tava butun komitet, organ va tashkilotlarni hech bir shaklda va har qanday ism ostida qayta qurilmaydigan shaklda amaldan qoldirganligini e'lon qilgan. Mazkur tarixiy bayonot e'lon qilingandan keyin Damashq, Humus, Loziqiya, Idlib va Hama qatorliq viloyatlardagi xalq ommasi Ahmad Shar'iyning muvaqqat prezident bo'lib saylanganligini tabriklashgan. Turkiya prezidenti Hamas vakillari o'mikini qabul qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiyada ziyoratda bo'layotgan Muhammad Darvish boshchiligidagi Hamas vakillari o'mikini qabul qildi. Anqa xabar agentligining 30 yanvar xabar qilishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an poytaxt Anqarada Falastin Islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamasning Shura majlisi raisi Muhammad Darvish va uning hamrohligidagi vakillar o'mikini qabul qilgan. Erdo'g'an uchirish davomida Hamasning Isroiliya armiyasining 471 kun davomlashtirgan hujumlarga qarshi kurash ruhining yo'qolmaydiganligini bildirgan hamda bu qarshilik ko'rsatish kuchini yana bir qatim namoyon qilganligini ta'kidlagan. Erdo'g'an so'zida yana Turkiyaning G'azzadagi real vaziyatni dunyoga anglatishni va uni qo'llab-quvvatlashni davomlashtiradiganligini, 19 yanvar ro'yobga chiqqan urush to'xtatish kelishimining oldimizdagi bosqichlarining muvaffaqiyatli tamomlanishini umid qilganligini eskartgan. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.